Assalomu alaykum aziz opa-singillar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Birinchi darsimizda zanjir olishni o'rgangandik. Ikkinchi darsimizda nakitli ustunchalar to'qishni o'rgandik. O'ylaymanki, sizlar ham o'zingiz mustaqil ravishda to'qib ko'rdingiz. Bugun uchinchi darsimiz. Inshaalloh bugun sizlar bilan yarim nakitli ustuncha to'qishni o'rganamiz. Rus tilida polustolbik deyiladi. Buning uchun biz birinchi bo'lib zanjir olamiz. O'zimizga kerakli bo'lganda mana bu asosiy ip, bu esa yordamchi ip hisoblanadi. Yordamchi ipni mana shunday holatda zanjir olamiz, tekis qilib. Mana zanjir oldik. Endi qator boshida havodan zanjir olamiz hamda mana kurchokni orqadan oldinga qarab asosiy ipni aylantirib birinchi petlaga emas, ikkinchi petlaga kiramiz. Mana bizda kurchok ustida 3 ta ip hosil bo'ldi. Mana bu asosiy ipni aylantirib, mana shu 3 ta ipni hammasidan o'tkazib olamiz. Yana shuni takrorlaymiz. Ipni aylantirib, uchalasi mana ko'ryapsiz, 3 ta chiziq paydo bo'ldi. O'tgan safargi nakitli ustunchada avval 2 tadan olib, keyin yana 2 tadan olayotganlik yo'q. Bunda yarim nakit bo'lgani uchun birdaniga mana shu 3 tadan olamiz. Mana ipni aylantiramiz. Mana shunday holatda to'qiladi. Endi sizlarga ozgina sxemasi haqida ham tushuncha berib o'tsam. Birinchi darsimizda zanjir olgandik. PDFlarda o'qilishida, kitoblarda, ko'pincha jurnallarda ko'rib qolamiz. Zanjirda mana shunday dumaloq anada ko'rsatib o'tadi. Bu zanjir deyiladi. Agar nakitli ustuncha bo'lsa, mana bitta uzun chiziq va ikkita chiziq chizilgan bo'lib, bu nakitli ustuncha hisoblanadi. Agar biz yarim nakit, mana hozir to'qiganimizdaqa yarim nakitli ustuncha bo'ladigan bo'lsa, uzun chiziq hamda ustidan mana shunday kichkinagina chiziqcha o'tilgan bo'ladi. Bu yarim nakitli ustuncha deyiladi. Rus tilida polustolbik deyiladi. Qisqartirilgani mana shunday yoziladi. Qator oxirigacha to'qib boramiz.